Markaziy bank, Xalq banki hamda Samarqand viloyati hokimligi bilan hamkorlikda O'zbekistonning xalqaro mayiz bozoridagi raqobatbardosh o'rnini mustahkamlashga qaratilgan muloqot tashkil etildi. Bu borada tadbirkorlar mamlakatimizda yetishtirilayotgan mahsulotlarni eng xaridorgir darajaga olib chiqish masalalarini muhokama qildilar. Ochiq muloqotda jahon mayiz bozoridagi so'nggi tendensiyalar va O'zbekistonning ushbu bozordagi raqobatbardosh o'rni muhokama qilinib, mayiz eksporti bilan shug'ullanayotgan eksportyor korxonalar vakillarini qiynayotgan muammolar atroflicha o'rganildi. Har bir masalaga yechim topishda hamda mayiz eksportida qo'llanilayotgan amaliy tajribalar muloqotning muhokamalari markazida bo'ldi. Bizning faoliyatimiz quritilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib, qayta ishlab, saralab, qadoqlab eksport qilish bilan shug'ullanamiz. Qora mayiz boshqa davlatlarda ham bor. Lekin bizning qora mayizdagi qora mayiz ta'mi, mazasi, glyukozasining yuqorilik darajasi boshqa davlatlarda unaqa yo'q. Imkoniyatimiz kattaki, agar bunga ilmiy jihatdan yondashsak, asosiy xalq ish bilan ham ta'minlanadi. Aholi shundan daromad topadi. Mana bunaqangi tadbirlardan juda biz katta foyda olyapmiz. Yaklaşık dünyada kiraz ihracatının %40-45'ini Türkiye. Bilasizki, Turkiya dunyodagi eng yirik mayiz eksport qiluvchi davlat hisoblanadi. Bizda asosan tabiiy yo'l bilan yetishtiriladigan va eksport qilinadigan mayizning sultoni navi ishlab chiqariladi. O'zbekiston qora mayiz yetishtirish bo'yicha juda katta salohiyatga ega. Men jahon bozorini tahlil qilganimda shunga amin bo'ldimki, qora mayiz ham to'g'ri targ'ib qilinsa, ayniqsa Yevropa bozorlarida xaridorgir bo'lishi aniq. O'zbekiston mayiz eksportida muvaffaqiyat qozonishi uchun fermerlar bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak. Turkiya aynan shunday tizimni joriy etib, muvaffaqiyatga erishdi. Shu sababli shunday modelni, shunday ta'lim tizimini O'zbekistonda ham joriy etish zarurki, Yevropaning talablariga mos sifatida bu yerda ham uzum yetishtirilsin. Men ishonamanki, mana shu ishlar natijasida O'zbekiston mayizi ham jahon bozorida juda yaxshi bozor topadi. Bugun ana shu tajribalarimiz bilan o'rtoqlashyapmiz. Shundan alohida ta'kidlash kerakki, respublikamizda mavjud mayizbob uzumzor maydonlar, ularda yetishtiriladigan mayizning hamda umumiy mayiz eksportining 65% Samarqand viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Zero davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan uzumchilikni rivojlantirish maqsadida tokzorlarni shpaler usulida rivojlantirish, suv ta'minoti og'ir hududlarda tomchilatib sug'orish texnologiyalari joriy etilayotgani va buning uchun davlatimiz tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar natijasida bog'bonlarimiz yuqori hosildorlikka erishmoqda. Bu esa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini va uning eksport salohiyatini yanada oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va ushbu hujjat asosida qabul qilingan qarorga ko'ra sohani tuzilmaviy asosda rivojlantirish maqsadida Qo'shrobod tumani bazaviy tuman etib belgilangan hamda Qo'shrobod Agrostar mas'uliyat cheklangan jamiyati tashkil etilib, uning faoliyatiga Ishtixon, Urgut va Xatirchi tumanlari qamrab olinadi. Ushbu hududlarda har mavsumda o'rtacha 92.350 tonna mayiz yetishtiriladi. Bu respublikadagi umumiy hajmning 40% tashkil etadi. Tadbir davomida Xalq banki tomonidan mayizchilik sohasini, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, kreditlar va moliyaviy xizmatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ochiq muloqot formatida tashkil etilgan tadbirda savol-javoblar, taqdimotlar, fikr almashinuvi sessiyalari o'tkazildi. Ishtirokchilar uchun G2B va B2B uchrashuvlari tashkil qilindi.